Poytaxtimizdagi O'zexpo markaz majmuasida 3-an'anaviy Inson uchun 2026 festivali tashkil etilmoqda. Festival doirasida 100 mingga yaqin bo'sh ish o'rinlari, stajirovka va professional rivojlanish imkoniyatlari taqdim etiladi. Festival doirasida 13 ta yo'nalish bo'lib, har bir yo'nalishda 14 nafargacha ishtirokchi ishtirok etishlari mumkin. Bugungi Inson uchun deb nomlangan festivalda tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha hamkor tashkilot sifatida ishtirok etyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu xalatni barcha elementlarini dazmollangan tarzda qilishmoqda. Hozir yo'nalishlarimizdan biri floristika burchagiga keldik va bu yerda o'quvchi qizlarga 60 daqiqa vaqt beriladi. Mana shu 60 daqiqa vaqt ichida ular buket yasashlari kerak bo'ladi. Hozirda shu gullar yo'nalishi bilan, floristika yo'nalishi bilan shug'ullanaman. Yoshligimdan 4-3-sinfligimdan beri qog'ozlardan yasab shunaqa kelaman. Navbatdagi burchagimiz esa AKT, ya'ni axborot kommunikatsiya tarmog'i. Kompyuter yig'ish jarayonlarini ham yaxshi bajarib, xudo xolasa. Natijani kutamiz. Yaxshi kayfiyat. Bu yerga chiqib qo'llab-quvvatlash keldik. Xudo xolasa yana yilga harakat qilamiz yana kelishga. Festivalning asosiy maqsadi esa har bir insonning salohiyatini ro'yobga chiqarish va yangi imkoniyatlar sari yetaklashdir.